atiga 4000 so'm evaziga poyabzalingizni yangiday qilish mumkinligini bilarmidingiz? Men hozir yoz mavsumini yakunlab, kuzgi mavsum boshlanmoqda. Ko'pchiligimiz kuzgi oyoq kiyimlarimizni qutilarga solib, olib qo'yamiz, kuzda kiyamiz deb, endi uni qaytarib, mana mavsum boshlanganda kiyamiz desak, ko'jalari biroz xiralashib, har xil krem moylarni ishlatsak ham yaltilatish juda ham qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Men sizlarga hozir uy sharoitida shuni yangiday qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga oddiygina uy sharoitida ishlatiladigan vazelin va oddiy paxta kerak bo'ladi. Vazelinni paxtaga chiqarib, ko'jamiz ustiga yaxshilab ishqalab chiqamiz. Yaxshilab oralarigacha hamma joyiga tekkizib chiqsak, oyoq kiyimimiz xuddi yangiday bo'lib, yaltillab o'z holiga qaytadi. Mana poyabzalimiz yaltillab xuddi yangiday holatga keltirildi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Ushbu lifehackni bemalol uy sharoitida o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariy bilan bizni qo'llab, podpiska bo'lishni ham unutmang. Salomat bo'ling.